kelgusi yilda kambag'allik va ishsizlik darajasini 4,5% dan kamaytirish bu mutasaddilarning asosiy vazifasi bo'lishi qayd etildi. Bu boradagi ishlarni tashkil etishning asosiy yo'nalishlarini ham belgilab berdi. Qurilish orqali aholi ishli va daromadli qilish yo'nalishi bo'ldi. Kelgusi yilda mamlakatimizda 380 trillion so'm qurilish ishlari, ya'ni 140 ming xonadonli ko'p qavatli uy-joy qurish maqsad qilingan. Eng katta yangilik bu 2026-yilda ilk bor mahalla infratuzilmasini rivojlantirish uchun 20 trillion so'm viloyatlarning o'ziga berilishi alohida ta'kidlab o'tildi. Servis loyihalarini ko'paytirib, aholining bandligini ta'minlash masalasi bu ham eng katta biz ikkinchi yo'nalish, bu eng asosiy va eng ko'p o'sha aholining bandligini ta'minlash mumkin bo'lgan, eng ko'p imkoniyatlarga ega bo'lgan yo'nalish sifatida alohida ta'kidlandi. Barcha demak hududlar demak katta majburiyat olgan yil oxirigacha mana shu kambag'allikni qisqartirish, aholini mana shu qatlamlarini eng og'ir qatlamini olib chiqish, bundan tashqari ish bilan band etish bo'yicha juda katta aniq rejalar qo'yilgan. Mana shularni bajarishda joylarda ketayotgan ishlarni qattiq nazorat qilish masalasi. Yaxshi jarayonlar ketyapti, ijrobiy natijalar bo'lyapti, lekin shu bilan birgalikda ayrim joylarda ko'zbo'yamachilik qilish, yo'q narsani bor deb yozish, masalan deylik, ishga qabul qilingan buyruq chiqaryapti-da, nimaga kiritilyapti. Lekin ertaga u soliq organlari tomonidan tasdiqlanmay qolyapti. Chunki haqiqatda ishga qabul qilingan bo'lsa, agarda u oylik olish kerak, undan soliq to'langan bo'lish kerak, ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilgan bo'lish kerak. Mana shu jihatlarga albatta biz borganda e'tibor berishimiz kerak. Kambag'allikdan chiqarilgan shunday toifadagi oilalarni biz qattiq nazoratda ushlab turishimiz kerak. Chunki ular birdaniga yana orqaga xuddi shu eski holatiga tushib qolishi mumkin. Buning uchun mana joylarga, okruglarga chiqqanimizda mana shu reyestrdan chiqisilgan deb aytilgan oilaga bir borib ko'ringlar, rostdan ham reyestrdan chiqarishga bo'lganmi va undan keyin o'zini o'nglab olganmi, yana orqaga qaytib ketib qolish ehtimoli kamaydimi?